Toshkentda do'kon yonib ketdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent shahar Olmazor tumanida do'kon yonib ketdi. Bu haqda Poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun 8-aprel kuni soat 07:44 da Olmazor tumani Saqchmon ko'chasida joylashgan do'konda yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipajlari aytilgan manzilga soat 07:47 da yetib borib, yong'in soat 07:57 da o'chirilgan. Bildirilishicha, yong'in oqibatida halok bo'lgan va jabrlanganlar yo'q. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent viloyati Kelis shahrida joylashgan tez yordam garaji yonib ketgan edi. Yong'in oqibatida jami 145 metr kvadrat maydon va ushbu hududdagi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan nosoz holdagi 3 ta Damas yonib zararlangan. Hodisa oqibatida tan jarohat olgan va halok bo'lganlar bo'lmagan. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.